Sizda ham shunday bo'ladimi? Biror g'oya keladi, uni amalga oshirmoqchi bo'lasiz. Lekin ichingizdan bir ovoz: "Hali to'xta. Hozir sharoit ideal emas. Kamerang yaxshi emas, biliming kamroq. Ozgina kutaylik. Hammasi mukammal bo'lsin. Keyin boshlaymiz" deydi. Natijada esa oradan haftalar, oylar o'tadi. Lekin siz hali ham o'sha nuqtadasiz. Tabriklayman. Siz dunyodagi eng xavfli tuzoq — perfeksionizm qurbonisiz. Bugun biz nega mukammallikka intilish aslida sizni orqaga tortayotganini va bu zanjirni qanday uzishni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik perfeksionizmni yaxshi xislat deb o'ylaydi. Ishga mas'uliyat bilan yondashish deb biladi. Lekin aslida perfeksionizm bu qo'rquvning chiroyli kiyingan ko'rinishi. Siz mukammal qilishni xohlayotganingiz yo'q. Siz xato qilishdan qo'rqyapsiz. Siz odamlar eplolmadi deb aytishdan qo'rqyapsiz. Mana shu qo'rquv sizga ideal bo'lmaguncha boshlama degan buyruqni beradi. Perfeksionistning mantiqi shunday: yo eng zo'ri bo'lish kerak, yoki umuman qilmagan ma'qul. Natijada nima bo'ladi? Siz umuman qilmaslikni tanlaysiz. Bu esa prokrastinatsiyaga olib keladi. Xo'sh, bu kasallikdan qanday qutulamiz? Mana sizga 3 ta oltin qoida. Birinchi qoida: bajarilgan ish mukammal ishdan afzal. Dunyoga mashhur kompaniyalar, masalan Meta, Facebookning ofisida devorga shunday deb yozib qo'yilgan. Ikkinchi qoida: 80-20 prinsipi. Ishning 80% natijasini unga sarflangan 20% harakat beradi. Perfeksionistlar esa o'sha qolgan mayda-chuyda 20% natija uchun 80% vaqtini sarflab yuborishadi. Arzimagan detallarga yopishib olmang. Asosiy ishni bitiring. Uchinchi qoida: B darajadagi natijaga ruxsat bering. O'zingizga ayting: bugun men bu ishni ideal emas, shunchaki yaxshi darajada, B darajada bajaraman. Bu sizning yelkangizdagi yukni olib tashlaydi va ishni tezroq boshlashingizga yordam beradi. Do'stlar, dunyo mukammal odamlarni emas, harakat qilayotgan odamlarni yaxshi ko'radi. Sizning bugungi xunuggina harakatingiz ertangi buyuk g'alabangizning poydevori bo'ladi. Hozirning o'zida uzoq vaqtdan beri ideal bo'lsin deb kutib yurgan bitta ishingizni oling va uni 10 daqiqa ichida qanday bo'lsa shundayligicha bajaring. Natijani ko'rasiz. Yelkangizdan tog' ag'darilgandek bo'ladi. Siz ham perfeksionistmisiz? Qaysi ishni mukammal bo'lsin deb kechiktirib yuribsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Birgalikda muhokama qilamiz. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.